440 ga 240 4 ta pufiga Turkiya materialda bo'lgan $420. Har xil rasvetkalaridan bor, nalichida bo'lmasa zakazga qilib beramiz. Oyoqlari yong'oq, polni mexanizmli qilingan, orqaga surilib, kengayib spalni bo'ladi, 1 metrli spalni bo'ladi. Oldi ko'rinish shpont, qo'llar mexanizmli, xohlagan gradusingizga qo'yib spinka yoki yostiq qilib olishingiz mumkin. 200 xil material bor, bemalol ko'rib, menga bu materialdan, bu rangidan deb bemalol ko'rib tanlab zakaz berishsa, uylarning razmeriga muammosiz yasab beramiz. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Zafar Mebel. Bugun xudo xolasa sizlarga yangicha fasonlarimiz bor. Hammasini materiallaridan tortib razmeri, narx-navosigacha 100% ga yoritib tanishtirib beramiz. Ichkilik yasalish jarayonlari hamma yo'g'ini qo'limizdan kelgancha maksimalni tushuntirib beramiz. Bo'lmasam gapimizni qisqa qilgan holatda obzorimizni boshlaymiz. Adresimizni Farg'ona Oltiariq Chinortagida Zafar Mebel. Dastavkamiz hozir aytib o'tgan narxlarimiz ichida vodiy bo'ylab mutlaqo bepul. Vohaga, Toshkentga 12 viloyatga dastavkamiz bor, albatta kelishilgan holatda. Xo'p, bunimiz Meduza modelimiz, razmeri 440 ga 240, 4 ta pufigli Turkiya materialda bo'lgan Pampers prujinali. Bularimiz $420 Pampers prujina dispida yig'ilgan, terayda bo'lgan. Ichkilik karkazi teray. Hop. Xuddi shuni mana bu tarafda sasnada bo'lgani bor. 440 ga 240. O'ng chap tanlamaydi bu ishlarimiz. 3 yildan garantiyasi bor, xohlasa cho'kmasligiga. Materiallari moyishi, turetskiy moyishi bo'lgan hisobiga tukli, odamni terlatmaydi. Bemalol hinchiska qilib yuvilaveradi, rangi o'zgarib, cho'zilib ketadigan materialda bo'lmagan. Dispi 1.6 lik dispida yig'iladi, yonbak o'ylari, pufiglar 4 tadan. Sasnali varianti $500. Tereli varianti bo'lsa $420 dan. Vodiy bo'ylab dastavkasi ichida Vohaga, Toshkentga albatta kelishilgan holatda. Bu sofa modelimiz. Sidinalari ham keng bo'ladi hammasini. 60-65 cm li sidinalar qilingan. 22 plus machalkalardan foydalanilgan. Sofa modelimiz. Bularimiz $500 dan 440 ga 240. 3 ta pufikli bo'ladi, 2 ta yostiqli. Qo'l bolishlari ulardan ko'ra boshqacharoq high-tech stilda bo'lgan. Juda ham neobычный ko'rinishga ega. Bularda bemalol xohlagan materiallaringda bemalol zakaz beraverasiz, qilib beraveramiz. Muammosiz razmerda, uy razmeriga, rangiga moslab qilib beraveramiz. Xo'p, hozirgi Meduza modelimizda to'q seriyada rangda bo'lgani. Menga bolalarim yosh, kirchimalroq bo'lsin deganlarga mana shunaqa ranglarni tavsiya qilamiz. Xo'p, xon taxtalarimiz har xili bor. Xon taxtalarimiz отдельный. Ularni ko'rib, bemalol tanlab zakaz beraverasizlar. Xohlagan ranglardan xudo xolasa qilib beramiz. Razmeriga moslab. Bu yoq tarafda bo'lsa, mana o'sha eng trendda bo'lib turgan Roma modellarimiz. Oyoqlari yong'oq, ichkilik karkas sasna, oldi ko'rinish shpont, qo'llari mexanizmli. Xohlagan gradusingizda yostiq qilib olasiz, xohlasangiz spinka qilib olasiz. Mana oxiriga bunday bosganingizda joyiga qaytadi, muammosiz. High-tech stilda bo'lgan. Hammasi arqaliklarigacha o'zini materialda bo'ladi. Bularda pufiklari katta 50 ga 80 lik, oyoqlari pufiklargacha yong'oq oyoqli bo'ladi. Xo'p, bu tarafda Istanbul 2 modelimiz. 340 ga 240, oyoqlari yong'oq, qo'l bolishlari yong'oq, yarim chester. Xo'p, spinkalari ham yarim chester, past taraflari high-tech, sidinalar 65 cm dan bo'ladi. Bularga 5 yil garantiyasi bor. Cho'ksa, sinsa bepulga ta'mirlab beriladi. Xudo xolasa unaqangi narsa bo'lmaydi. Sizlarda ko'ngillang xotirjam bo'lishligi uchun 5 yil garantiya beramiz. Xo'p, bu 3.8 modelimiz. Oldi ko'rinish shpont, oyoqlari yong'oq, pastda indif karkas aylanadi. Ichkilik karkas sasna, 1.6 dispida bo'lgan Turkiya materiallarda. Bularimiz 7,5 million so'm. 3 ta yostig'i, 2 ta 60 ga 90 lik katta pufigi bo'ladi. Pufiklari ham, tikilishlari ham o'ziga mos, high-tech uslubda, neobычный ko'rinishga ega bo'lgan. Hop, bu Roma modelimiz. Hozirgi bitta Roma modelimizda Genesis kalta tukli materialda bo'lgani.
Bularımızın narxi 7 million so'm. 7 million so'm. Ulardan 500 ming so'mdan arzon chiqadi. Ichi materiali ularga qaraganda narxi arzonroq. Agar bu ishi materialda qilib ber desa 6,5 million so'mdan chiqaveradi. Mana shu narsalar Turkiya materialda 7,5 million, hamdaqangi arzonroq kalta tukli materialda bo'lsa 7 million. Moishi materialda bo'lsa 6,5 million so'mdan oyog'i yong'oq, ichi sasna, pampers buzini 5 yil garantiyasi bilan 6,5 million so'mga chiqadi. Vodiy bo'ylab dastavkasi ham shuning ichida. 3.8 Roma, Istanbul 2 modellarimizning narx-navosi shunaqa. Materialiga qarab o'zgaraveradi. Razmerini aytsalang, uni ham yasab beramiz. Bu Roma modelimizni, hozirgi Roma modelimizni och seriya rangda bo'lgani. Ko'rib turishingiz mumkin. Oyoqlari yong'oq, ichi sasna, pampers bujina, turetskiy materialda bo'lgan. Bularimiz narxi 7 million 500 ming so'mdan. Hop. Bu tarafda 3.8 modelimiz. Bu ham juda zo'r Turkiya materialda bo'lgan, tovlanadigan. Bu yoq tarafdan ko'rinishi boshqacha, bu yoq tarafdan ko'rinishi boshqacha. Kalta tukli, odamni terlatmaydigan zo'r materialda bo'lgan bunimiz ham. To'q rangda xohlovchilarga juda go'zal, ideal variant. 60 ga 90 lik ikkita pufik, 3 ta yostiq bo'ladi bu komplektida. Bularimiz narxi ham 7 million 500 ming so'mdan. Endi nariga xonada ham yana ishlarimiz bor. Yangicha fasonlar, ularni ko'rsatib o'taylik. Bu hozirgi o'sha 3.8 modelimizni kofe rangda bo'lgani. Bu tuksiz, bu ham juda ham zo'r, baquvvat materialda bo'lgan. Razmerlari bir xil, o'ngchap tanlamaydi bu ishlarimiz chiqaysa, burchaklarni oddenniy qilingan. Xohlasangiz bu yog'ini 3.40, bu yog'ini 2.40 qilib olishingiz mumkin. Hozirgi holatda 3.40 ga 2.40, 60 ga 90 lik ikkita pufiga shu holatda turibdi. O'zgaraveradi xohlagan graslanga. Bu yoqda bo'lsa Malibu materialda bo'lgan Roma modelimiz. 6 ta yostiq bo'ladi. 2 ta 50 ga 80 pufik, oldi ko'rinishlari shpont, oyoqlar yong'oq. Materiallarimiz ham juda ham go'zal, xudo xolasa bemalol himcheska qilib yuvib foydalansalar ham bo'ladi. Bu yoqda bo'lsa yana Versace materialda bo'lgan. Mana arqaliklari ko'rinib qoldi. Arqaliklarni ko'rsating. 5 million so'mlik ugoloklarimiz ham hammasi orqasiga DP qoplab o'zining materialidan qilinadi. Hatto o'sha 5 million so'mliklarimiz ham hammasi o'zining materialidan qilinadi. Behijolat. Orqasiga arzon material ishlatib, unaqangi qilinmaydi. Xo'p, xohlovchilarga agar pulini arzonlatib ber desa, bu razmerimizga 500 ming so'mdan arzonlaydi. Ichini terak qilib berishimiz mumkin. Faqat zakazga. Oyoq yong'oq, ichkilik karkas sasna, pampers bujina bo'lgan holatida bularimizni narxi 7 million 500 ming so'mdan chiqadi. Oyog'ini agar plastmas taqib ber desa, bularga 100 dollar, ichkilik karkasiga bo'lsa 500 ming so'm narxi arzonlab chiqarib beramiz, muammosiz. Materialda bu yerda 200 dan ortiq materiallarimizga Viber bor. Bemalol ko'rib, menga bunisi ma'qul materialingda. Har rangini bunaqangi qilib ber deb zakazni berib, ko'rib, o'tirib ko'rib, zakaz berib ketishaveradi, muammosiz. Sidinalari 65 sm dan bo'lgan. Bo'yi pastroq odamlar orqasiga yostiq qo'yib olsa, yanada bemalol o'tiraveradi. Xo'p, qo'llari ko'tariladi. Roma modelimizni. Mana xohlasalang yostiq, xohlasalang oxiriga tikib qo'ysalang, spinka qilib foydalanishingiz mumkin. Oldi ko'rinish shpont bo'ladi. Hop, bularimiz narxi o'sha 7 million 500 ming so'mdan. Bu yoqda Panda 2 modelimiz. Razmeri 370 ga 270 bo'lgan. Qo'llari orqaga surilib, spinkalari ham orqaga surilib, kengayib spalniy bo'ladi. Surilganida 1 metrlik spalniy bo'ladi. Bu yog'i bo'lsa 4 metrga 3 metr holatga keladi, qo'llari surilgan holatida. Xohlovchilarga bitta katta pufigini qilib qo'yganmiz. Bu yoqqa tortganida oraga bar sifatida qo'yib foydalanishlari mumkin. Shu holatda qo'yishsa, yana yangicha dizayn bo'ladi. Shu holatda qo'yishsa, bemalol agar odam ko'payib ketsa, yana 2 kishilik o'rindiq qo'shiladi. Razmeri shunda
shu holatda 4,5 ga 3 metr holatiga kelaveradi. Qo'llarini surib qo'yishsa, bemalol shu holatda o'tirib foydalanishaveradi. Yostiqlari 6 ta yostiq bo'ladi. 2 xil ko'rinishda. Hop, bu tarafda Bugatti modelimiz. Eng trendda bo'lib turgani 340 ga 240. Bularımızdan spinkalari surilib, kengayib spanli bo'ladi. Mana shu holatda surganlaringda 1 metrlik spanli bo'ladi. Juda ham yumshoq. Bularimiz rezina korsajda bo'ladi. Panda 2 va Bugatti modelimiz. 60 ga 90 lik ikkita pufik bo'ladi bu modelimizda. Pol divan bo'ladi surilgan holatida. Bu yo'g'iga bo'lsa, bemalol 2 kishi yotib foydalanishga spanli bo'ladi. Qo'l bo'g'ishlari ham o'ta ideal variant. Mana shu ko'rib turgan yog'ochlar borki, hammasi yong'oqdan ishlanadi. Oyoqlari, fasad karkazlari hammasi yong'oqdan ishlangan. Xohlovchilarga masalan bizga shampan rangli yoki oq qilib ber desam, mana shu yog'ochlarni ham xohlagan rangiga sepib tayyorlab beraveramiz, muammosiz. Kimga shunaqangi sifatli mebel kerak bo'lsa, albatta Zafar Mebelda. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib, like va kommentda o'z fikringizni qoldiring. Xudo xolasa kimga qaysidan qanaqangi savollaring bo'lsa, xudo xolasa bemalol kommentda qoldirsangiz, bitta-bitta har bittalariga javob beramiz, xudo xolasa. Ekranda nomerlarga aloqa chiqib, bemalol zakazni beraverasizlar. Har doim aytib o'taman, lekin seximizdan video qilishga vaqt bo'lmaydi. Mana ko'ringlar. Birinchi sort rossiyskiy machalkalar. Xudo xolasa juda ham ko'p. Bu tarafda sintafonimiz yostiqlarga solinadi. Pampers prujina deb o'taman har doim. U qanaqa ko'rsatingizlar, mana pampers prujina mana shu bo'ladi. Bir donadan addinli qilib olsam, chochilib ketmaydigan, simi to'kilib, simi qochib ketadigan narsa emas. Xudo xolasa bularga 3 yil garantiyasini beramiz. Mana o'tirib sakrasa ham xuddi hech narsa qilmaydi, xudo xolasa. Bemalol o'shaning uchun 3 yildan garantiya berib sotaman. Nimaga qimmat? Shuni hisobiga qimmat. Hammasini original, kuygan machalka, ikkinchi sort machalka ishlatilmaydi. Yangi narsa, garantiyali narsa ishlatiladi. Endi qoplovxonalarimizga kirib ko'rsatamiz. Bu tarafda mana bitgan karkazlari. Hammasi xudo xolasa juda ham akkuratni qilib bitish jarayoniga sizlarga qisqa obzorini ko'rsatib o'tamiz. Bu tarafda bitgan zakotovkalarimiz, tayyor karkazlarimiz. Holatimizdan keyingi holati bu. DPlar 100% qoplanadi, orqalariga ham qoplanadi. Keyingi etapimiz bu tarafda machalka, Bressenrod machalkalarimiz. Bu 3.8 modelimiz. Mana qo'l bo'g'ishlari. Bu tarafda bo'lsa, mana qoplovlari. DPlar bo'ladi. Hammasi qaylariga, hammasiga mana bir olti displar. Bu İstanbul ekimizda qo'l bo'g'ishlari. Mana qoplovdan chiqishgan jarayoni. Qaylari machalka. Pampers prujinani ustida. Mana pampers prujinamiz o'rtada bo'ladi. Yongi qismlariga hammasiga machalka aylantirib, uzoq vohalarga chiqib ketishi 100% o'raladi. Ko'ring. Oyoqlari yong'oq. Bular chiqib ketishga, vohani zakazlari chiqib ketishga tayyor, xudo xolasa. İstanbul ekkimiz bu. Tortilish jarayonlari.